Assalomu alaykum hurmatli parvozlar. Videoni boshlashdan oldin hozirda o'zida podpiska bosib qo'ying. Chunki kontent shu darajada qiziqarliki, keyin sizni esingizdan chiqib qoladi. Bugungi mavzuyimiz internetda xo'roz sotadigan to'pirish professor mashennik olimlar haqida bo'ladi. Hozir biz sizlar bilan bu aferistlarni, yangi ishqibozlarni aldashda ishlatadigan ming xil turfa nayranglar haqida gaplashamiz. Gruppa yoki kanalga xo'rozini tashlaydi, uni maqtashni boshlaydi. Urganda uzib qo'yyapti, chinni qo'riyapti, luboy davrada luboy summadan o'ynaydigan haqiqiy zot narsa deb maqtaydi. Agar kanalda bo'lsa ishqibozlar aloqaga chiqaversalar deydi. Agar gruppada bo'lsa bekorchilar bizni daqmasin deb qo'yadi. Kamiga qiziqqanlar bo'lsa o'zida hangi jo'ja olib kelib oyog'ini ko'rib olishlari mumkin deb garantiya beraveradi. Qani bekorchi videolari, urib uzvorgan joylari desangiz, yo bitta tepmaydigan kasal xo'roziga urishtirgan videoni tashlaydi, yo syomkasi yo'q edi deb bahona qiladi. Qarang, agar sizda shunaqa xo'roz bo'lsa, qayerdan bo'lsa ham xo'roz topib, bozordan bo'lsa ham olib kelib, urib sindirgan joylarini syomka qilib, xo'rozbozni do'st dushmani bor gruppa kanallarga, oshna oilalardagi gruppasiga tashlab, mana menda shunaqa xo'roz bor deb maqtanib, g'ururlanib yoki davraga yopishib bo'ynab yutkiz keladi. Buni manovi to'pirish professor olim mashenik qayerdan ham tushunardi. Agar mash professorga yaqin joydan birortasi aloqaga chiqib, hozir men jo'ja borib ko'rib olaman oyog'ini, pulini ustida gaplashamiz desa, xo'roz charchadi edi, kecha urishtirib qo'yuvdim, jig'ildonida dona bor deb bahona qiladi. Bular Samarqand, Buxoro, Xorazmdan. Hozir men sizga kartezga pul tashlab beraman, siz xo'rozni fo'shta qilib chiqarib olavering deydigan sodda ruh odamni kutishadi. Xo'p, siz u xo'rozni oldingiz ham deylik, 100 ga borgandan keyin 10 kun, 15 kun boqib, bitta bekor chiqsangiz, u xo'roz tepmaydigan chiqadi. Oyan odamimizga telefon qilib, xo'roz urishmayapti-ku, siz aytgandaqa zo'r bas ekan-ku desangiz, bunga ham uni bahonasi tayyor. Siz oldin xo'rozni 10 kun yugurtirasiz. Go'sht tuxum berib pechkani oldida boqasiz. Yoshiga to'lib 12-14 oylik bo'lganda, keyin siz aytgan chatallarni chiqarib beradi deydi. O'zi bu yoshiga to'lguncha yo xo'rozda qanotlari tugaydi, tumshug'i ketib qoladi, yo chechay bo'lib qoladi, yo tuluvga kirib ketadi. Yo siz Rossiyaga ketib olasiz. Shuncha vaqt o'tguncha parvozni xo'roz olgani estigul ko'tidan ham chiqib ketgan bo'ladi. Bu professor bo'lsa yana balodan qutulib qolaveradi. O'tgan safargi videomda bozorda tugasa ham, fermada tugasa ham, bularda hech tugamaydi xo'roz tug'ulari degan gapimga ham javob topishdi. Tuxumini o'zim bergandim. Go'zaliga tog'amga berib yuborgandim, mutkayilgi chempionlar paftori, raddi hamtanalari deb hali ajdarhoni kallasini uzib yuborsa, yangisi paydo bo'lib qolaveradi-yu. Bularda ham o'sha sotilgan xo'rozlarini o'rniga yangisi paydo bo'lib, hech ham adoyi tamom bo'lmas ekan xo'roz tug'ulari. Mana shu aferistlarni deb yangi ishqibozlarni normalniy parvozlardan ham ko'ngli qolib ketadi. Bu videoda gapirgan gaplarim o'zini to'g'ri yo'lida yurgan, insofli, xo'rozvoz, parvoz, ishqiboz akalarimizga tegmaydi. Gap o'zi egasini topadi. Qayerdadir nimanidir aytmay ketgan bo'lsam yoki noto'g'ri gapirgan bo'lsam, bemalol kirib, o'zingizni fikringizni kommentariyaga yozing. Videoga hali ham podpiska bosmagan bo'lsangiz, podpiska bosib qo'ying. Telegram kanalimizga ham o'tib qo'shiling. Kanal manzilini kommentariyada qoldiramiz.